Islomda Alloh taoloning kalomi birinchi manba payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari ikkinchi manba sifatida qaraladi. U zot ummatlariga bunday vasiyat qilganlari. Malik ibn Anasdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: Sizlarga ikki narsani meros qilib qoldirdim. Modomiki ularni mahkam tutar ekansizlar, hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaysizlar. Ular Allohning kitobi va mening sunnatimdir. Dar haqiqat shu tariqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini eshitganlar eshitmaganlarga, sahobalar bir-birlariga, eshitganlar eshitmaganlarga va o'zidan keyingilarga avloddan avlodga o'tib hadislarni asl holida saqlanib qolishiga sababchi bo'ldilar. Ammo oradan yillar va asrlar o'tib islom dini dushmanlari ta'sirida hadislarni shar'iy dalil ekanini inkor qiladiganlar paydo bo'ldi. Ya'ni munkirul hadis toifasidagi kishilar paydo bo'ldi. Ular o'z da'volarini faqat Qur'oni Karimga amal qilamiz degan so'zlar bilan niqoblashdilar. Ularning bunday da'volarni tahlil qilganda bu da'voni ko'tarib ilgari surish zamirida Qur'oni Karim oyatlariga amal qilish emas, aksincha islom dinini ichidan buzish maqsadlari yotganligini guvohi bo'lamiz. O'zlariga Qur'oniylar deb nom qo'yib olgan hadislarni inkor qiluvchi bunday toifalarning fitnali yolg'onlari, soxta da'volari va asossiz e'tirozlaridan maqsad islom dinidagi muhaddis ulamolarning sha'nlariga tuhmat va bo'xtonlarni yog'dirib, musulmonlar orasiga parokandalik solish ekani ma'lum bo'ladi. Tarixda salaf ulamolarimiz bu toifalarga ilmiy asosda ham e'tiqodiy ham amaliy jihatdan oyat va hadislar bilan raddiyalar berishgan. Biz ham hadisni inkor qiluvchilarning kelib chiqish tarixi va ulamolarimizning ular bilan kurashish yo'llarini tahlil qilgan holda hadis va sunnatni inkor qiluvchilarning dini Qur'on va sunnatga asoslangan islom diniga zid ekanligini ilmiy asoslar bilan isbotlab berishga harakat qilamiz. Hadislarni inkor qiluvchilarning iddaolarini botil va g'arazli ekanini ochib berish uchun avvalo ular o'zlarini faqat Qur'oni Karimga amal qilishni da'vo qilayotganligi sababli birinchi o'rinda Qur'oni Karim oyatlari bilan dalil keltirishga harakat qilamiz. Nabaviy hadislar va sunnati nabaviyaning asosiy vazifasi Qur'oni Karimda kelgan hukmlarni bayon qilish uchun va tafsilotlarni ochiqlab berish uchun aytilingan. Bu haqda Alloh taolo Nahl surasi 44-oyatida payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib bunday deydi: Biz payg'ambarlarni hujjatlar va kitoblar bilan yuborganmiz. Sizga esa odamlarga nozil qilingan ma'lumotlarni bayon, tafsir qilib berishingiz uchun va tafakkur qilsinlar deb bu zikrni, ya'ni Qur'onni Karimni nozil qildik. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlari, ish harakatlari, iqrorlari, xalqiy, ya'ni tana tuzilishi va xulqiy sifatlariga oid xabarlar Qur'oni Karim oyatlari tafsiri bo'lgani uchun sahobalar va ulardan keyingi davrdagi musulmonlarning e'tiboridan chetda qolmagan, albatta. Hatto u zotning muborak boshlaridan to'kilgan sochlari ham asrab avaylanib keyingi avlodlarga yetkazilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqiy va xalqiy sifatlari u yoqda tursin, hatto sochlariga oid hadislarni ham sunnati nabaviyadan inkor qilish yoki nufuzini pastga urish birorta musulmonning xayoliga ham kelmagan. Agar sunnati mutahhara tafsilotlarini Qur'oni Karimning barcha jihatlaridan ajratib tashlasak, biz oyatlarni to'liq tushunish u yoqda tursin, hatto qoniqarli tarzda anglay olmay hidoyatdan yo'llarimiz ayro tushgan bo'lar edi. Nauzubillah. Sunnati nabaviyaning shar'iy hukmlar yechimida hujjat qilib keltirilishi, mustaqil ravishda hukmlarni shariatga kiritishida hamda halolni halol, haromni harom deyishida, qilishda
Qur'oni Karim oyatlariga o'xshashligida islom ulamolari orasida ixtilof yo'q. Ulamolarning barchasi hadislar shar'iy hujjat va u Qur'oni Karimdan keyingi shariatning ikkinchi qonunchilik manbai bo'lib, undan umuman voz kechib bo'lmaydi degan fikrni qo'llab-quvvatlaydilar. Bunga dalil sifatida quyidagi oyatlarni keltiradilar. Oli Imron surasi 31-oyat. Ayting ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz, shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimdil zotdir. Ayting ularga, Alloh va payg'ambarga itoat etingiz. Agar yuz o'girsalar, Alloh shubhasiz kofirlarni sevmas. Oyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va u zotning hadislaridan yuz o'girganlarni Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri kofir deb aytdi. Shu sababli ahli sunna va jamoa aqidasiga ko'ra ular, ya'ni hadislarni inkor qiluvchilar islom dinidan chiqqan sanaladi. Shuningdek, Niso surasining 65-oyatida bas Robbingiz haqqi ular o'rtalaridan chiqqan nizolarga sizni hakam qilmagunlaricha va so'ngra chiqargan hukmingizdan dillarida tanglik sezmay to'la taslim bo'lmagunlaricha zinhor iymon keltirgan hisoblanmaslar. Shuningdek, Nahl surasining 44-oyatida biz payg'ambarlarni hujjatlar va kitoblar bilan yuborganmiz. Sizga ham odamlarga nozil qilingan oyatlarni bayon, ya'ni tafsir qilib berishingiz uchun va tafakkur qilsinlar deb bu zikrni, Qur'onni nozil qildik. Shuningdek, Alloh taolo Oli Imron surasining 31-oyatida ayting ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimdil zotdir. Ayting Alloh va payg'ambarga itoat etingiz deb ayting. Agar ular shunda ham yuz o'girsalar, Alloh shubhasiz kofirlarni sevmas. Ushbu oyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va u zotning hadislaridan yuz o'girganlarni Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri kofir deb aytdi. Shu sababli ahli sunna va jamoa aqidasiga ko'ra ular islom dinidan chiqqan sanaladi. Shuningdek, Niso surasining 65-oyatida Alloh taolo aytadiki, bas Robbingiz haqqi ular o'rtalaridan chiqqan nizolarga sizni hakam qilmagunlaricha va so'ngra chiqargan hukmlaringizdan dillarida tanglik sezmay to'la taslim bo'lmagunlaricha zinhor iymon keltirmagaylar. Ya'ni Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlarni, hadislarni qabul qilmaydigan kishilar, bular iymonga kirgan kishilar hisoblanmas ekan. Nahl surasining 44-oyatida ham Alloh taolo bunday deydi. Ya'ni bu oyatni yuqorida ham aytdik. Biz payg'ambarlarni hujjatlar va kitoblar bilan yuborganmiz. Sizga esa odamlar nozil qilingan oyatlarni bayon, tafsir qilib berishingiz uchun va tafakkur qilsinlar deb ushbu zikrni nozil qildik. Ya'ni ulamolar zikrdan maqsad Qur'on va hadis deb ta'bir qilganlar. Niso surasining 80-oyatida Alloh taolo qat'iy va tahdid ohangida ushbu oyatni nozil qilgan. Kimda kim payg'ambarga itoat etsa, demak u Allohga itoat etibdi. Kimda kim bosh tortsa, sizni ular ustidan qo'riqlovchi qilib yuborganimiz yo'q. Demak, ushbu oyatdagi tahdid, ya'ni siz ularga mas'ul emassiz, siz ularga javobgar emassiz ularning iymonsizligi uchun degan ma'nodagi bir tahdidlar bor. Shuningdek, Hashr surasi 7-oyatida Alloh taolo shunday buyruq beradi. Payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olingiz, u sizlarni qaytargan narsadan qaytingiz va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh jazosi qattiq zotdir. Qur'oni Karimdagi yana bir oyat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislari barcha xalqlar uchun shar'iy hujjat bo'lishiga qat'iy dalil sifatida ko'riladi. Ya'ni mazkur oyat Ahzob surasining 40-oyati bo'lib, unda shunday deyilgan: Muhammad sizlarning erkaklaringizdan birortasiga ota emasdir,
balki u Allohning elchisi va payg'ambarlarning muhridir, ya'ni oxirgisidir. Alloh barcha narsani biluvchi zotdir. Modomiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo tomonidan xalqlarga rasul va payg'ambar etib yuborilgan ekan, u o'zidan butun ummat u zotga ergashmog'i, itoat etmog'i va u zot olib kelgan shariatni, aytayotgan hadislarni hujjat qilib mahkam tutmog'i shart ekanligi oydin bo'ladi. Qur'oni Karimning ushbu oyatlari musulmon kishi har bir ishda, har bir vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u zot hayot bo'lsalar ham, vafot bo'lsalar ham ergashmog'i farz ekaniga dalolat qiladi. Chunki mazkur aytilingan oyatlar umumiy ma'noda bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan zamonga xoslanmagan. Ya'ni u zot yashab o'tgan davrga xos bo'lib qolmagan. Ya'ni to qiyomatgacha keladigan ummatiga tegishli bo'lgan oyatlardir. Ushbu mavzu juda katta mavzu bo'lgani uchun keyingi darsimizda ham yana davom ettiramiz. Keyingi darsimizda nasib bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan hadislarni inkor qiluvchi munkirul hadislarga raddiyalarni berib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Salomat bo'ling.